Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan jahon adabiyoti do'konlari xazinasidan braziliyalik yozuvchi Paulo Coelhoning Alkimiyagar romani bilan tanishamiz. Asar dunyoning 130 dan ortiq davlatlarda chop etilib, 60 ga yaqin xorijiy tillarga tarjima qilingan. Braziliya tarixida eng ko'p chop etilgan hamda eng ko'p tillarga tarjima qilingan asar sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Asar haqida gaplashadigan bo'lsak, asar bosh qahramoni Santiago va uning sarguzashtlari haqida bo'lib o'tadi. Santiago sayohatiga cho'ponlikni tanlab, qo'ylari bilan sayohatga chiqadi. Qariyb 2 yil davomida u Andalsning barcha tog'lari, qir-adirlari bo'ylab sayohat qiladi. Shunday kunlarning birida Santiago tush ko'radi. U tushni qayta-qayta ko'raveradi. Tushida esa uni xazina kutib turgani ma'lum bo'ladi. Tushini ta'birini bilish uchun bir lo'liga murojaat qiladi. Lo'li unga agarda topgan xazinangning 10 dan 1 qismini menga bersang, tushingning ta'birini ma'lum qilaman deya kelishadi. Kunlarning birida Santiago Salim shohi Malik Siddiq bilan uchrashadi. Qoramollarning 10 dan 1 qismi evaziga u Rim va Tim nomli toshlarini berishini ma'lum qiladi. Shundan so'ng toshlarni olib, Santiago yo'lida davom etadi. Santiago barcha qo'llarini sotib, Afrika tomon suzib o'tadi. Uni tunab ketishadi, pulsiz qoladi. Shunday kunlarning birida billur sotuvchisiga yordamchi bo'lib ishga tushadi. Billur sotuvchisining savdosini yurgizish bo'yicha yangi g'oyalarni taklif qiladi. Bunday takliflar sotuvchiga ham ma'qul kelib, daromadini yanada oshirish yo'llarini topadi. Santiago esa Misrga borish uchun kerakli pulni to'playdi. Uning hayotiga sevgi kirib keladi. U quduq bo'yida Fatima ismli qizni ko'rib, oshiq bo'lib qoladi. Unga turmushga chiqishni taklif etadi. Shunda Fatima unga karvon bo'ylab bir maqsadda yo'lga tushgan bo'lsang, albatta o'sha maqsadingga erishib, keyin qaytib kelganingda esa men seni albatta kutaman deya sevgi izhoriga javob qaytaradi. Santiago Alfon qarorgohida alkimiyogarni uchratadi. Alkimiyogar Santiagoga dunyoning ruhi, kimyo sohasini, tabiatning mo'jizalari haqida o'rgatadi va bor bilimlari bilan bo'lishadi. Santiago bilan alkimiyogarning sayohatlari birgalikda boshlanadi. Ular yo'llarda har xil to'siqlarga, turli xil qaroqchilarga uchrashadi. Lekin bularni barini alkimiyogarning o'ta zehnliligi hamda ilmliligi oqibatida yengib o'tishadi. Hamda Santiagoga bunday vaziyatlarni tushkunlikka tushmasdan o'z irodasini saqlagan holda xotirjamlikni saqlash usullari bilan bo'lishadi. Santiago bilan alkimiyogarning birgalikda borar manzillari tugab, alkimiyogar Santiagoga oq fatka berib, uni Misr ehromlari borish uchun ozgina masofa qolganini va bu masofani o'zi borish kerakligi haqida tushuntiradi. Santiago Misr ehromlariga yetib keladi. Santiagoning shu vaqtga qadar Misr ehromlarida turishiga, kelishiga sababchi bo'lgan insonlarni xayolidan o'tkazadi. Har bir vaziyat, har bir inson unga ustozlik qilganini, agarda u sayohat qilmaganda bunday go'zalliklardan bahramand bo'la olmasligini o'ylab shukr qiladi. Shunda Santiago xazinani qidirishga tushadi. Lekin xazina aslida u yerda emasligi ma'lum bo'ladi. Shunday bir vaziyatlar bo'lar ekanki, inson hayotida biror maqsadga erishish uchun albatta bosib o'tiladigan yo'llar mavjud. Santiago ham ana shunday yo'llarni bosib o'tadi. Xazina esa aslida o'zi tug'ilib o'sgan yurt Ispaniyada ekan. Santiago Ispaniyaga qaytib boradi. Tillalarni topadi. Xazinadan va'da qilingan lo'lining ulushini eltadi va o'z sevgilisi Fatimaga erishish uchun yo'lga otlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, asar har tomonlama mukammal ishlangan. Har bir foydalanuvchi bu kitobni albatta o'qishni tavsiya qilamiz. Paulo Coelhoning Alkimiyagar asari inson hayotining asl mohiyatini anglashga yordam beradi. Hamda bu asarning o'zingizda hayotning mazmun mohiyatini yanada yorqinroq ko'rishga muvaffaq bo'lasiz.